Navbatdagi obyektimiz Qo'qon shahridagi paypoq ishlab chiqarish sexiga 70 kilovatli Android uslubida panellarni qo'ydiryapmiz. Hozir mana karkas ishlari bajarildi. Mana karkas ham to'rga to'r, aslida to'rlik profilda, granitli profillarda karkaslar qilindi. Mana hammasi kraska qilinadi. Bundan xavotir olish kerak yo'q. Mana zang bo'lar ekan, boshqa bo'lar ekan degan savollar bo'lyapti. Kraska ham spesial nitro kraska. Xudo xolasa o'sha panel 25 yil kafolat berilsa 25 yil turadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bizga murojaat qilinglar. Mana ishlarimiz sifatli, xudo xolasa karkaslar baquvvat. Servis xizmatlarimiz ham bor. Shu sohada mana 3 yildan beri faoliyat yurityapmiz. Bizni doimiy kuzatib turganlar o'zi ko'ryapti. Ishimiz to'xtagani yo'q, nimaga? Ishimiz sifatli, ham aytilgan vaqtda aytilgan ishlar qilib beryapmiz va servis xizmatlarini joy-joyida qilib beryapmiz. Shuni hisobiga xudo xolasa mana ishlarimiz to'xtagani yo'q, mijozlar bizga ishonyapti. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi obyektimiz Qo'qon shahar Saodat masjidi hududidagi xonadonga 35 kilovatli quyosh elektr stansiyasini qo'yib beryapmiz. On-grid usulida. Hozir mana karkas ishlarimiz bitgan, panellar xotirjamlik ketyapti. Xudo xolasa to'liq bitgandan keyin obzorni chiqaramiz. Hazrat Abbos, Faxriddin Attor 26-uyda mana xudo xolasa 10 kilovatli panelimizni o'rnatdik. Inshaalloh mana. Mana akalar, simlar 3 qatordan hammasida bor. Har bitta qatorda 3 tadan sim urdik, hamma qatorda. Bolgaykalar, o'rtada ugoniylar, bolgaykalar. Hammasida bor. Geremitkalar, stallargacha kraska qilganmiz. Sizlar ham bormi? Shunaqa qilib so'nish yurlab ketadiganlar. Shu panellikni bir-biriga permissiya berib berdi. Bularni chiqaraylar. Assalomu alaykum, Sony Energy. Mana bu xonadonimizga 15 kilovatli panellarimizni o'rnatib oldik inshaalloh. Namangan viloyati Pop tumanida 25 kilovatli quyosh elektr stansiyasini o'rnatib bergandik. Mijozimiz shu stansiyani bir 6 oy davomida foydali tomonlar ko'rishgandan keyin mana bu tomonga yana qo'shimcha 25 kilovat naves shaklida quyosh panellar o'rnatishga qaror qilishdi. Mana hozir ustalarimiz o'rnatib berishyapti. Xudo xolasa bu ham bitgandan keyin to'liq obzorni ko'rsatamiz. Do'stlar, navbatdagi obyektimiz Qo'qon shahar Farobiy bozoriga 30 kilovatli quyosh elektr stansiyasini o'rnatgandik. Hozir shuni nazoratini ko'ryapmiz. Xudo xolasa hamma ishlar joyida. Panellar ishlab turibdi.